O'ldirilgan odamga 3 marta o'q otilgan komissar. Hozir voqea joyidamiz. Qabul. O'libdimi? Ha, tergovchi kelib ko'rar ekan. Hozir voqea joyini qo'riqlab turibmiz. Qabul. Bagajni ochinglar. Arkadaşlar anahtar. Kalitni beringlar. Bagajni oching. Bomba! Qochinglar! Odamlarni chetga olinglar. Arkadaşlar halkı uzaklaştırın. Portlamadik-ku. Gene boshladi. Qochinglar. Portlaydi. Qochinglar.
Tamam. Tushundim. Amaki o'ldirilibdi. Nima? Amcayı Amakini öldürmüşler. o'ldirishibdi. Suikast. Suiqasd. Hamdardmiz. Sağ ol. Rahmat. Suikastin kim Suiqasd tarafından kim tomonidan yapıldığını amalga öğrenmek oshirilganini bilishni istayman Qilich. istiyorum. Po'lat Alamdar bilan suhbatingiz tugadimi? Haqiqat shuki, sen deyotgandingiz. Tek Yagona gerçek haqiqat ölüm o'lim Polat Alemdar. Po'lat Alamdar. Gerçek Haqiqat şu ki shuki, sen sen testleri Testerani o'ldirding. benim Necmi Necmi 30 yillik qadrdonim. 30 yıl 30 yil ishonish uchun yetarlicha vaqt. ama yanılmamak Ammo için xato qilmaslik uchun yetmas ekan. benim için Men şans uchun değil, shaxslar emas, tuzum sistem muhimdir. benim sistemimde Meni Polat tuzumimda Alemdar'ın Po'lat yani Alamdarga tushadigan vazifa testlerinin Testerani o'rnini olish. şimdilik Hozircha kengashga kirmaysan. sadece bana Faqatgina men bilan ishlaysan. Men bu vazifani kutayotgandim. Tavsiyotlarini keyin gaplashamiz. Buyurun ben. Sizni kuzatib qo'yaman. Bundan keyin hurmatli qoraxonli so'z bermasdan gapirma aslo. Aslo 30 yillik haqqing bo'lmagan odamga aslo dema. Kim baqirdi? Bu yerda yurishingiz mumkin emas, xonim. Buni menga aloqasi yo'q. Kim baqirdi deyapman. Savollaringizga javob bera olmayman. Hech narsa eshitmadingmi? Tepada kim bor? Iltimos, xonim afandi. Ko'rishim kerak. Sizga yordam bera olmaganim uchun xafaman. U yerda kimdir baqiryapti. Balki kimnidir o'ldirayotgandir sizlar. Pastdan tepaga chiqish taqiqlangan emish. O'z uyimda kim taqiqlar ekan? Dadangiz, xonim afandi.
Bo'ldi qilsalaring-chi. Tosh ekanligini qayerdan bilibman, Elif? Suyak deb o'ylabman. Qo'lga tushamiz, opa. Qochiring. O'ziz qaziyman. Opa. Bu safar tosh emas. Operatsiya bekor qilindi. Ortga qayt. Operatsiya bekor qilindi. Ortga qayt. Nima bo'ldi ekan? Hikmat og'a, iltimos sekira oling. Ozor bermang. Ey Xudo, o'zing kechir. Kichkina parcha bo'lsa yetadi. Chetroq turing, opa. Hushingizdan ketasiz. O'zimiz olaveramiz. U meni aliyim. Nima bo'lsa bo'lsin. Oyi! 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 Oyi, turing! Oyi! Salva, eshikni och. Kapıyı aç. Och eshikni. Hadi kızım. Bo'la qol, qizim. Qani? Hadi aç kapıyı hadi. Eshikni ochsang-chi. Tezroq bo'l. Hadi. Bo'la qol. Bo'l, Salva, bo'l. Oyi! Oyijon! Kızı dışarı Sizni çıkar. tashqariga olib chiqinglar. Durun orada. arabayı Mashina hazırlayın. tayyorlang. Abla ne Nima yaptın? qilib qo'ydingiz, opa? Istanbulda oldinma keyin 3 ta portlash ro'y berdi. Tushlik vaqtida bozor atrofida, o'rmon ichida va kutubxonada ro'y bergan portlashlarda vafot etgan yoki yaradorlar haqida xavfsizlik xizmati tomonidan hech qanday ma'lumot berilmagan. Ey Xudo, o'zing asra. Changalko'y atrofida o'z mashinasida o'ldirilgan odamning shaxsi aniqlandi. Tanasiga 3 ta o'q uzilgan nafaqadagi kutubxonachi Aslan Akbey voqea joyida jon berdi. Aslanbey, bir hafta ichida mendan xabar kelmasa, ustiga yozilgan manzilga o'z qo'lingiz bilan yetkazsangiz sizdan minnatdor bo'lardim. Boshiga tashvish tushadiganday gapirgandi. Nafaqadagi kutubxona mudiri o'limidan kimga nima foyda? Nima qilganingni tushunmadim. Biz Po'latni nega chaqirdik-ku, sen nima deding? Kılıç Qilich, üstüme geldi. meni qiynama. Üstüne geldiğim Seni qiynayotganim yo'q. Testere ölmedi. Testara o'lmadi dedik. Po'lat hali bir narsa demasdan sen Testarani o'limini qabul qilding. Yana o'ldirgani uchun tabriklading, taqdirlading. Bu yerda sen bilan menga hurmatsizlik qildi. Meni qarorlarimni muhokama qilyapsanmi? Yo'q, so'rayapman. Nega? So'raladigan savol mana bu. Amaki 30 yildan keyin qarshimga chiqdi. Va nega, kim tomonidan o'ldirildi? Sen menga shuni ayt.
Men senga Po'latni nega o'ldirmasdan ko'targanimni tushuntiray. Dada, tepadagi ayol kim? Nargiz xonimga nimadir bo'ldi. O'rnidan turmoqchi bo'lib yiqilib tushdilar. Hoş geldiniz efendim. Abdulhay qayerda? Chiqib ketganda og'a. Mashinani tayyorlanglar, Mevzod. Yolg'iz o'zim ketaman. Xo'p bo'ladi. Yo'lning oxiriga keldik. Aslan amaki. Testeresizda, baron menda. Ali esa Elifda. Bilsa og'zi burnimni sindiradi. Balki eski holiga qaytar. Qanaqasiga o'zini otadi, nemachi? Tog'a, kasalxonani tayyorlang. Xudo haqqi so'ramang. Tamam lan. Xo'p, tushundim, tezroq kelinglar. Gulingga tupray, eshikni ochasanmi yo'qmi? Erxan, ichkarida nima qilyapsan? O'zi jahlim chiqib turibdi, eshikni och. La'natlar bo'lsin senga. Qizni ham yuzi rasvo bo'libdi. Parçalanmış. Kasalxonani oyoqqa turg'izdi. Hozir birortasi kelib qolsa sharmanda bo'lamiz. Tashlab ketma. Men seni necha yildan keyin topdim, bilasanmi? Tog'am doim shunaqa qiladi. Yaqindan tanishgan bo'lsak ham ismingni aytmading-ku.
Ismimni nima qilasan? Tanishlik deganimga xafa bo'ldingmi, gulim? Yo'q, seni yaxshisi gulim demayman. Gulni umri kam bo'ladi. Ketishim kerak, Gulli. Ketishni istasang oldin o'ldir, keyin ket. Ortingdan qaramasam nomard bo'lay. Hammasi tugadi endi. Istamasang ismingni bilmasam o'lib ketay. Ismim Gulumsar. Ey Xudo, qudratingga qoyilman. Qanaqa qudrat? Seni emas, Allohning qudrati. Allohim shunaqa buyukki, Istanbulda qiyomat bo'layotganda meni jannatga tashladi. Nima ish qilasan? Seni qilayotgan ishing oldida biz nima qilibmiz? Xizmat ko'rsatish sektori desam yolg'on bo'ladi. Shirguruchim meni. Yana bir qoshiq ye. Meni o'pdi-ya. Baqirgani qulog'imdan ketmayapti. So'rama deganingiz nimasi? Keyin bu yer qanaqasiga meni uyim bo'lar ekan? O'ylab ko'ring, shkafni ochsang ham qo'riqchi chiqadi. Bu ko'ylakni olish mumkin emas deydi. Shunaqa ham bo'ladimi? Safiya, hozir tortishishni vaqti emas. Javob kutyapman. U ayol kim? Bu uyda yashaydigan yagona ayol sizsiz. Unaqada sal oldin bittasi o'ldi. Hali ham o'zimga kelganim yo'q. Qizim, bu haqda gaplashamiz. Ammo hozir emas. Qachon? Keyin. Unaqada yoningizda o'tiraman. Nima qilay? Qo'rqyapman. Qo'rqma qizim. Bu yerdan xavfsizroq joy yo'q. Lekin bilib qo'y, o'rgangan narsalarimni o'zgartirishim uchun vaqt kerak. Ayniqsa hamma narsa ustma-ust kelayotgan bu kunlarda. Nima ustma-ust kelyapti? Hamma narsa, Safiya. Iltimos, men chaqirmagunimcha xonangdan chiqma. Iltimos. Bu yerda nima bo'pti? Portlash. Masjiddan chiqayotganim ovozi o'sha yergacha yetib bordi. Hamma qushlar uchib ketdi. O'lik yarador bormi? Yo'q deyapti. Ammo shuncha narsa bo'ladi-yu, hech kimga hech narsa qilmaydim. Ingliz elchixonasi portlagan kuni Galatasaroyda edim. Hech kim o'lmasligi mumkin emas. Do'sting borligini tushundik, ammo rasmiy xulosa bo'lmagandan keyin nima foydasi bor? Bo'ldi, Hikmatov. Biz bir shubha bilan harakat qilyapmiz. Umar ota bilan Nazifa onaga Alini qabrini qazdirishimizni qanday aytishim kerak edi? Sizningcha ruxsat berisharmidi? Berishdi ham deylik. Ali emas deb turganimizda Ali bo'lib chiqsa nimani his qilishardi? Siz nimani his qilsangiz, ular ham shuni his qilishardi. Men hech narsa qila olmasam, biror joyga borib o'tirib yig'layman. 3 kun qiynalaman, o'tib ketadi. Nima bo'lsa menga bo'lsin.
Sen nima desang deyaver. Bu narsalar menga sira ham yoqmayapti. Birinchidan, bu odam seni do'sting, ammo qanaqasiga noqonuniy xulosa berishi mumkin? Ikkinchidan, noqonuniy xulosa chiqargan odamga qanday qilib ishonish mumkin? Xulosa chiqarib bermaydi. Shunchaki aytadi, biz ham shunga qarab qonuniy ish olib boramiz. Hamma o'lganlarni oldin shu yerda tekshirtirishga olib kelishadimi? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Bu yer senga o'likxonami? Shubhali o'liklarni tekshirish uchun olib kelinadi. Xudo rahmat qilsin. Qani ketdik. Ma'mur bey, nima bo'pti? Biz ham bila olmadik, yotib ketishibdi. Bechora kitob sotuvchidan nima istashgan ekan, hayronman. Soxta nusxalarni sotar Biror ekan. ishkali bordir-da, bo'lmasa kim ham kitob sotuvchisini otardi. Qon da'vosi ham yo'q. Istanbulda ekan. Aslan Akbey. Kim? Akbey, Aslan. Aslan amaki? Qarindoshimsan? Hech qayerga ketma. Shaxsini tasdiqlash uchun kerak bo'lasan. Ming la'nat. Kim bu lekin? Alo. Zincirlan. Baronning oldiga borsam, testare qayerda deb so'rashdi. Bir qo'ng'iroq bo'ldi. Amakisi o'ldi deyishdi. Men testarani o'rnini egalladim. Aslanning oldiga kelsam, do'koni portlatilgan. Aslanbay, hamma narsani yo'q qilib, o'zing ham yo'qoldingmi? Tomir yo'llarini ochinglar, qon bosimi o'lchanglar. Bintlarni olinglar. Tezda jarrohni chaqiringlar. Hali chaqirmadinglarmi? Operatsiya xonasida kutyaptilar. Bo'ldi, tezroq. Doktor, tuzalib ketadimi? Hayotiga xavf yo'q. O'zini otibdimi? Nega? Bilmayman, tog'a. Bilintirmasin Memansi. O'lsa murdor bo'ldi, tirik qolsa qo'rqqanidan qo'li titragan deyishadi. Bolalarni yonida bo'lishsin, shokolad olib berishsin, ularni chalg'itishsin. Tushundim, o'g'lim. Jiyanimning xabari bormi? Ziyobeyga faqatgina u ayta oladi. Qayerlarda qolding? Eshitaman, Nematim. Og'a Nesrin opa o'zini otdi, kasalxonadamiz. Qaysi kasalxona? Erxon yotgan kasalxonada. Tushundim, ketyapman. Politsiya, jurnalistlar bo'lmasin, Nematim. Tayinladim. Tushundim, afandim. Albatta. Prokurorning xulosasi bilan voqeani kerakli tartibda surishtiramiz. Bombalar xususida hali bizga biror tafsilotli javob kelgani yo'q, afandim. Albatta, siz bilan bog'lanib ish olib boramiz. Sabr tilayman, afandim. Kitobchining mashinasidagi mexanizm bilan portlagan joylar o'rtasida aloqa bo'lishi mumkin. Mutaxassislar 3 marta signal yuborilganini aniqlashdi. Lekin faqatgina kitobchining do'konidagi portlash bilan bog'lay oldik. Qolgan 2 portlashni hali bog'lay olmadik. Bu ishni ochilishini istayman. Xo'p bo'ladi. O'ldirilgan shaxs kitobchi niqobi ostida tashkilotlar bilan aloqasi borligi surishtirilyapti. Zarur sho'balar shu mavzuda ish olib borishyapti. Javod kitobchi emas ekan.
Aslon Akbeyni hamma biladi. Bu shaxs Abbos usta o'g'li. Jamoat xavfsizlik tashkilotining boshlig'i ekan. Razvedkachimi? Og'alar otasi. Ker. Yana bir marta menga yetarlicha ma'lumot berishmasa, hech kimga qarab o'tirmayman. Agar o'sha mashinada ham bomba bo'lganida-chi? Bir o'q bilan ikki quyonni o'ldirmoqchimi deylar? Bizni ham yo'q qilmoqchimi deylar? Yosh boladek gapirma, Pala. Bu odam himoya choralarini ko'rgan ekan. Yashirin joylarni portlatibdi. Ko'ramiz. Voqea guvohlari 20 kishi chiqadi. Hamma men ko'rdim deydi. Operatsiya uchun rahmat aytamiz. Hozircha sizlar uchun vazifa yo'q. Damlaringni olinglar. Biroz vaqt bu atroflarda ko'rinmang. Biz boradigan joyimizni, aytadigan gapimizni bilamiz. Xotirjam bo'ling, bizni o'ylamang. Istanbul bizni makonimiz emas. Og'irlik qiladi. Safiyani nima qilamiz? Biror nima aytish kerak. Baqiriq eshitdim deyapti. Dilora esa oyoqqa turdi deyapti. 15 yildan keyin birinchi ovoz, birinchi harakat. Qizini kelganini his qildim ekan. Qizi bugun kelmadi-ku Qilish. Ammo bugun bu yerga joylashdi. Miyam g'ovlab ketdi. Amaki qarshimga chiqib, qalamimni sindirding. Ammo menda senga oid bir xazina bor dedi. Uydan chiqar chiqmas o'ldirildi. O'sha paytda qarshimda Po'lat turgandi. Bu vazifani kutayotgandim degan bir odam. Po'lat chiqqandan keyin Safiya kirib bir ovoz eshitganini aytdi. Keyin esa bir qog'oz keldi. Nargiz xonimga nimadir bo'ldi, o'rnidan turmoqchi bo'lib yiqilib tushdilar deb yozilgan bir qog'oz. Tasodifga ishonmayman dedim. Ammo ishonishga majbur bo'lganim bir qancha tasodif bor. Amaki o'lishini bilardi. Bizni birinchi raqamli ayblanuvchi qildi. Unda Nargischi Nima bo'pti? Men o'sha yerda edim. Gaplashib chiqdim. Tepadan qurol ovozi eshitildi. Nimani gaplashding, Memati? Qasosimizni olganingizni, testarini o'ldirganingizni. Birinchidan, qilganlarimizni aslo gapira ko'rma. Ikkinchidan, agar kimnidir qasosini olgan bo'lsak, buni borib aslo egasiga yetkazmaki, yashashga intilishi bo'lsin. Uchinchidan, Memati, kimning qizi bo'lsa bo'lsin, u bir ayol. Haqsiz, og'a. Bilaman, Memati. Birni 10 gacha yo'li bor. Muso payg'ambar hassasi bilan Qizil dengizni yorgandi. Ammo sen bizni suvga tashlading. Nima gap tog'a? Erxon qalay? Bu gulingga tupuray bir ishlar qilyapti, ammo nimaligini bila olmadim. Abdulhay qayerda? Yoki ikkov bilan ish qilyaptimi? Kelishingizdan oldin Yahyo raisga ham xabar bergandim. Yaxshi qilibsan. Hamdardman, nima gap? Bir falokat bo'ldi. Qurol otilibdi. Nesin xonim yarador operatsiyada. Ziyoga qamoqxonada. Voqeani unga bunday yetkazib bo'lmaydi. Hamma narsani bilishni istaydi. Yaxshi. Nesrin gapirganda eshitasan, keyin borib aytasan.
Endi borib uyga egalik qil. Yana birortasi ishkal qilib yurmasin. Bo'lmasa menga ham aytadigan narsa topolmay qolasan. Xo'p bo'ladi. Gapir Shayxmus, Ziyobeydan yashiradiganimiz yo'q. Og'am, aytgan ishingizni bajardim. Oxirgi gapi nima bo'ldi, Shayxmus? Dadam qanday ruxsat berdi dedi. Ichishiga qanday ruxsat bergan bo'lsam, shunday Shayxmus. Uni tuproqqa qo'yaylikmi, og'a? Ertaga chiqmasak ko'masan, Shayxmus. Ammo sen baribir kut. Xo'p bo'ladi. Kerakli narsalarni qorovulga berdim. Boshqa biror istagingiz yo'qmi? Bu juda og'ir Ziyobey. Katta tog'ning toshi ham katta bo'ladi, Xusrov og'a. Mudir bey, bizga yana ozroq ruxsat ber. Albatta, Xusrov og'a, bu kecha sizlar uchun alohida xona tayyorlatdim. Aytib qo'yay degandim. Rahmat. Qasam ichamanki, ertalab qizimni ko'mishga bu yerdan chiqa olmasam, yo o'zimni ko'maman, yo hammani ko'maman. Eng avvalo bizni bu yerga yuborgan Qoraxonlikni. Necha kishi qolishdi o'zi? Bir qilich va bir qalam. Janob prokuror, oldingizda advokat xonim turgach, bizga gap qolmaydi. Advokat xonim nima degan bo'lsa to'g'ri. Bu yo'qni o'zingiz bilasiz. Yo'lda o'lgach nima qildinglar? Nima qilardik? Xafa bo'ldik. Mikrob bo'lsa ham tirik jon-ku axir. Qanday harakat qildinglar deyapman. Janob prokuror, advokat xonim sizga men otdim dedimi? Men otdim dedim. Qo'ysangchi jonon xonim, tovuq otib ko'rganmisiz o'zi? Advokat xonim otmadimi, Abidin? Siz u yerda yo'qmidingiz? Bor edim, ammo to'pponcha otilgach ko'zlarimni yumdim. Bunaqa ovozlarga yo'qman. Janob prokuror, bu yerda bir anglashilmovchilik bor. O'sha ablah mikrob advokat xonimni qurolini olishga urinayotganida advokat xonim qurolni nomus naqliga amal qilib bermagach, bilmasdan o'zini otib qo'ydi. Biz advokat xonimga bu ishni siz qilmadingiz, mikrob o'zini o'zi otdi desak ham baribir huquq odami bo'lgani uchun bekordan bekorga o'z bo'yniga olyapti. Zotan agar jinoyat bo'ladigan bo'lsa, Tunjoy og'ani ham, advokat xonimni ham qiyin vaziyatda qoldirarmidim. Mardlik qilib o'z bo'ynimga olardim. Barakalla, Abidin. Xuddi shunday bo'ldi, janob prokuror. Bunday qilmanglar, beylar. Kulgili ahvolga qolamiz. Jonon xonim, sizdek nozik bir ayol voqea sodir bo'lganida ko'zini yumgan, boshini ters o'girgan bo'lishi kerak. Bu hodisani eng yaqindan ko'rgan odam Abidin. Abidin, jasadni nima qildinglar? Jasadni bagajga qo'ygandik. Keyin bu holatdan Tunjoy og'a bilan advokat xonimning ko'ngli buzildi. Yuvinib olish uchun mashinadan tushib, uni bir chetga qo'ygandik. Hali ham sasiyapti, Abidin. Bu gapdan o't. O'tdik og'a. Qaytganimizda mashina ham yo'q edi, jasad ham. Yaxshiligidan shunday deyapti, janob prokuror. Yaxshi, lekin jasad qayerda? O'limi ham mikrob tarqatadigan bo'ldi, janob prokuror. Hamma yog'imizni rasvo qildi. Advokat xonim, siz chiqing. Adliya vazirligi bilan kerakli yozishmalarni qilamiz. Tunjoybek bilan Abidin esa jasad va mashina topilgunicha mahkamamizda mehmon bo'lishadi. Janob prokuror, la'nati bir fe'lim bor. Boshqa joyda yota olmayman, yuvina olmayman, dush ola olmayman, tishlarimni ham yuva olmayman. Meni o'ldiring, ammo bir mikrobni deb menga bunday zulmni ravo ko'rmang. Haligacha ishona olmayman. Ayniqsa bugun bo'lgan voqealarga umuman ishona olmayapman. Sizlar bu yerda nima qilayotgandinglar, qizim? Oyi, hozir shuni vaqtimi?
Qarindoshlari, urug' aymog'i yo'qmidi, Umarbey? Biz bormiz-ku, xonim. Suhbatlari, do'stligi, bolalarimizga qilgan mehnatlari bundan ham katta qarindosh bo'ladimi? Ali bilan u aka-ukada edi. Undan rashk ham qilardim. Oramizga kirgan masofada edi. Anqaraga Aslan amakisini maslahati bilan ketgani uchun Ali bilan rosa tortishgandik. Aslan amaki juda muhim odam edi. Akranda maktabda o'qib yurganimizda Ali bilan biz u haqda o'qirdik. Bizni yagona qahramonimiz edi, ammo bizniki boshqalarniki emas. Yer yuzida ikkitagina muxlisi bor. Kibori ham qolmagan odamni, oddiy bir kutubxonachini, kitobchini kim uch o'q bilan o'ldiradi? Kim bo'lardi? Davlat Hikmat og'a. Hazillashadigan vaqt emas, eri. Po'latga xabar berish kerak. U ham Aslan amaki bilan tanishgan edi. Ahvoli yaxshi, qon oqishini nazorat ostiga oldik. Qo'limizdan kelgan hamma narsani qilib, iz qoldirmaslikka harakat qilgan holda operatsiyani tugatdik. Qancha vaqtda tuzaladi? Tamoman tuzalish uchun 3 oy kerak. Tez oyoqqa turadi. Og'zi bilan ovqatlanishi choklarga zarar berishi mumkin. Bu ham 10 kundan o'tmaydi. Ruhiy holati-chi? Bu hafta ruhshunos bilan maslahatlashamiz. Qachon ko'rsak bo'ladi? Aniq ayta olmayman. Rostdan ham nima qilishdi ekan? Alo? Alo? Po'lat? Qabrdan nima chiqdi? Nima chiqardi Po'lat? Buning uchun qo'ng'iroq qilmadim. Tinchlikmi? Adliya kasalxonasidamiz. Aslan amaki o'libdi. Ana bu kutubxonachi. Nima? Amaki? Aslan amaki. Adliya kasalxonasiga kela olasanmi? Boraman. O'lasan. Yangi yuz, yangi nom. O'tmishing o'chadi. Oilang, yaqinlaring, seni taniydigan hamma. Endi ular yo'q. Hech qaysisi yo'q. Tushundingmi, hech qaysisi? Nima bo'pti, og'a? O'libdi. Kim o'libdi? Aslan amaki o'libdi. Po'lat nima dedi? Boraman deb o'chirib qo'ydi. Kelsin, biz ham politsiyadan tashqari bir surishtiraylik-chi. Kim otibdi, nima bo'pti? Aytmay degandim, ammo menimcha buni aytishim kerak. Rahmatli o'tgan kuni oldimga kelgandi. Qo'lida bir konvert bor edi. Konvert ichida nima bor edi? Shoshma. Boshimga biror tashvish tushsa, buni ko'rsatilgan manzilga yetkazing degandi. Konvert qayerda? Umarada. Men olib borsam bo'lardi, og'a. Mana o'ldim.
Yangi yuz, yangi nom. Hatto esimdan ham chiqardim. O'tmishing o'chadi. Hech kim o'chira olmadi. Sen o'chirib tashlading. Oilang, yaqinlaring, seni taniydigan ham endi ular yo'q. Hech kimim yo'q. Hech qaysisi yo'q. Tushundingmi? Hech qaysisi. Endi men nima qilaman? Sirlaring seni aldaydi. Meni aldadingiz. Meni yarim yo'lda tashlab ketdingiz. Meni bir o'zimning sirlarim bilan qoldirdingiz. Ikki kishi bilgan narsa sir emas. Aslan amaki o'libdi. Ana bu kutubxonachi bor edi-ku. Amakini o'ldirishdi, suiqasd. Bizni yolg'iz qoldir. Men bugun 30 yil avvalgi hayotimga qaytdim, Nargiz. Haqiqat shuki, sen tushundim. Amaki o'ldirilibdi. Nima? Amakini o'ldirishdi. Suiqasd. Hamdardman. Rahmat. 15 yildan beri gapirishingga bunchalik muhtoj bo'lmagandim, Nargiz.
Bugun ovozingni eshitganlar bo'pti. 15 yildan beri kutgan ovozni eshita olmaganimga juda xafa bo'ldim. Bumi? Bugun nimani his qilding? Nega baqirding? Iltimos gapir. Biz necha kishimiz, Nargiz? Sen yo'qsan. 30 yildan beri o'g'lim yo'q. Qizimni hayotida biz yo'qmiz. Necha kishimiz, Nargiz? Bittami, 3tami, 4tamizmi? Sizlar qaytmaguningizcha yolg'izman. Uchalangiz uchun bittaman. Meni boshqa yolg'iz qoldirmang. Ikki kishi bilgan narsa sir emas. Necha kishimiz? Necha kishi? Necha kishi men bilmaganlarimni biladi? Necha kishi men bilganlarimni biladi? Xudoyim o'zing yordam ber. Sirlarim ko'milgan yagona joy bor. Amaki vasiyat tashlab ketgani aniq. Marhum Turkiyaning muhim odamlaridan biri. Ish joylari portlatilishi bilan unga oid ma'lumotlarning ko'pi yo'q bo'libdi. Faqatgina yashagan joyini aniqlay oldik. Ma'lumki, u uyda davlat uchun muhim narsalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun uyga kirish uchun ruxsat berishingizni so'rayman. Razvedka tashkilotlari kirishdan oldin siz kiringlar. Hech qanday ma'lumotning yoki dalilning yo'qolishini istamayman, mudir bey. Xush kelibsiz, afandim. Endi hech narsa qorong'ulikda qolmaydi. Chiroqlarni yoq. Xo'p bo'ladi, afandim. Barcha muvozanatlar ostin ustin bo'ldi. Bu yerdagi 4 kishi boshlanishidagi kabi muvozanatlarni yangitdan quradi. Hech narsa qila olmasak, yangi bir dunyo qurib, o'sha yerda o'rnimizni topamiz. Bizdan nima istaysiz? Birinchi bo'lib sendan ertaga ertalabdan kech qolmay Xusrov bilan Ziyoni chiqishini istayman. Davlat bizga kuchini ko'rsatdi. Qamoqqa olishlari og'ir tadbir edi. E'tiroz va katta ehtimol bilan birinchi suddayoq Xusrov bilan Ziyog'ani ozod qilishadi. Davlat bizga hali hech narsa ko'rsatmadi. Samuel, biz eplolmasak, sen Aslan Akbeyni, ya'ni amaki laqabli Abbos usta o'g'lini kim yoki kimlar tomonidan o'ldirilganini aniqlashingni istayman. Surishtirishlarni boshladim, afandim. Testaricha 4 kishimiz dedim, Qilich. Testari o'ldi. Endi biz ham ba'zi o'limlarni qabul qilishimiz kerak.
nasılsa, ölümde yok nasılsa.